Bu inson juda ham, bilasizmi, serqirra ijodkor, ovozlari, templari juda ham baland. Shaxsan men aldamayman, Oynajon orqali bu inson yoshidan beri kuzatganman. Hozir kadr ortida nima uchun hozir g'ayratlari kamayib qoldi degan savollarga hozir javob beramiz, lekin aytdilarki, men boshlasam shunday boshlaymanki, mana hozirdan boshlayman, ertalabki mahalla tongidan boshlayman dedilar. Demak, kutib oling, sizlar uchun xushovoz xonanda San'atbek Farmonov. Marhamat. Assalomu alaykum. Nima qilay axir sevsam, dil yayraydi sizni ko'rsam. Nima qilay axir sevsam, dil yayraydi sizni ko'rsam. Sog'inganda boray desam, sog'inganda boray desam, ko'rgingiz yo'q, ko'rgingiz yo'q, mani holim so'rgingiz yo'q. Qora qoshu ko'zingizni, shaydosiman so'zingizni. Qora qoshu ko'zingizni, ay shaydosiman so'zingizni. Yonimga hech o'zingizni kelgingiz yo'q, ah kelgingiz yo'q, ko'rgingiz yo'q, ko'rgingiz yo'q. Chin yori, ko'rgingiz yo'q, ko'rgingiz yo'q, ko'rgingiz yo'q, ko'rgingiz yo'q. Sizga atab men borimni, yashasam-u dilzorimni, tinglab turib bir holimni so'rgingiz yo'q, ko'rgingiz yo'q. Nima qilay axir sevsam, dil yayraydi sizni ko'rsam. Nima qilay axir sevsam, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. San'atbek aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Kostyumingiz kabi, quyosh kabi porlab kelibsiz. Juda ham xursandmiz.